sovchi orqali ko'rishmaganmiz. Ovsinim bilan ham, xo'jayinim bilan ham urushib talashib sammanga bormaganmiz. Uyimizdagilar sog' bo'lsa, bolalarimiz sog' bo'lsa, asosiy xo'jayinlarimiz sog' omon bo'lsa bo'ldi. Xo'jayinimdan beruxsat biror bir ish qilmayman. Ishlagim keladi, tashqariga chiqib deydi. Uyda o'tirgim kelmaydi. Oilada necha kishi ishlaydi? Qaynim ishlaydi, erim ishlaydi. 2 kishi ishlaydi. 2 kishi bu yerda yashaydiganlar nechta? 16 ta. Har xil vaziyat bo'ladi. Endi bir-birini tushunib yashaymiz. Necha yil bo'ldi tushganingizga? Men tushganim 17 yil bo'ladi. 17 yil. O'zingizga 13 yil. Ahilsizlar. Ha, xudoga. Ertalabki har doimgi holatimiz. Ertalab turamiz, ertalab ularni jo'natamiz. Xo'jayinlarni ishga 4dami, 5dami, 6dami vaqti. Keyin bolalarni maktabga jo'natamiz. Obed qilib tayyorlaymiz, kelishlarini kutamiz. Qizimiz namoz o'qiydi. Ertalab namoz o'qishni boshlaymiz. G'aminglar o'qiysizlar. Xudo xohlasa endi qizim bilan. Qizingiz bilan. Ovsingiz? Men ham o'qiydi. O'zim uyda u yoqda anaqa qilaman. Qayerda ishlagingiz keladi? Ko'rpa qo'shi bilaman dedi. Tikishi bilaman dedi. Bugun bunaqa ovqat qilish yoki bunaqa qilamiz, bu yerga boramiz. Ularni kim hal qiladi? Qaynonam hal qiladi. Qaynonangiz? Yo'q, qaynonam taklif bildiradi, lekin pul demasda. Fasllarni aytadi. Keyin unlarni, biror narsalarni, misol uchun nima yegiz kelayotganini burchasiga aytadi. Bolalar gapiradi, xudoga shukr bilaman deydi. Bolalaringlar biladi, gaplashib oladi ular bilan. Tushuntirib beradi. Choyni ovqatini beramiz. Beramiz. Yurmaydi, stolga o'tiradi deydi. Ko'tarib o'tkazamiz. Keyin cho'miltirganda ham ko'tarib kalamiz cho'miltiramiz deydi. 2012-yilda kelin bo'lib tushganman. Sizni turmush o'rtog'ingiz ham akasi bilan, Aka-uka ikkalasi birga ishlaydi. Birga ot so'yadi, qo'y so'yadi. O'sha qushxonada ishlaydi aka-uka ikkalasi. Mana shu aka-uka ikkalasini topganim bilan ro'zg'orimiz ham, bola chaqamiz, kiyim-kechagi hamma narsasi biz mana shu yurishimiz ham shu aka-ukani orqasidan shunchalik yuramiz. Turmushimiz hamma narsasi shu aka-ukani qo'lida. Yetishmovchiliklar bo'ladimi oilalarda? Bo'ladi, hammada ham bo'ladigan narsa ko'p. Bizda ham bo'ladi. Xudo yetkazadi, qatdandir baribir Xudo yetkazadi. Qayoqdandir u kim beradi, masalan. U bu yoqdan keladi. Xudo yetkazadi-da. Bizda yo'q deb bir-birimiz bilan urushib talashib anaqa qila olmasak. Urushganimiz bilan baribir anaqa janjallashadigan nomimiz chiqadi. Undan ko'ra tinchgina Xudodan so'rab yashaganimiz yaxshi-ku. Xo'jayinlarimiz lekin masalan hech anaqa yetishmovchilik anaqa qildirmaydi. Imkon doirasida sharoitga qarab iloji boricha yetkazib berishga harakat qiladi. Ikkalasi ham. Ikkita ovsinda bitta hovlida yashash endi juda kamda. Bunaqa bir ahilliklariga kim sabab deb o'ylaysiz? Xo'jayinlarmi, qaynonangizmi, o'zinglarmi? Xo'jayinlarimiz masalan bir-biri bilan urushmaydi. Biron narsani qilsa maslahat qiladi bir-biri bilan. Urushib talashib anaqa qilib yurmaydi. Endi xo'jayinlarimiz bir-biri bilan urushib anaqa qilmagandan keyin balki biz ham o'shalarni anaqasidan urushmasmiz, talashmasmiz. O'zim shunaqa deb o'ylayman, yana bilmadim. Aka-uka ikkalasi inoq bo'lib bir-biri bilan birga yashab anaqa qilib yurgandan keyin gap oralab urushib talashib yurmaganmiz lekin bir-birimiz bilan. Bolalar urushadi, talashadi, 5 minutdan keyin yarashib oladi lekin. Bu hammada bo'ladigan narsa-ku, hammaning oilasida bo'ladigan narsa. Biz lekin biron narsa talashib, urushib talashib yurmaganmiz. Hech afsuslanganmisiz? Yo'q. Umuman afsuslanmaganman. Nimaga? Yo'q.
afsuslanadigan ish bo'lmagan manda hali. Xudoga shukur qilaman. Shu uyga kelganimga, shunchalik yashayotganimga shukur qilaman. Qayerdan kelin bo'lib chiqqansiz siz? Yigitda. Turmush o'rtog'ingiz bilan ko'rishib, Yo'q, sovchi orqali. Ko'rishmaganmiz, umuman gaplashmaganmiz. Nimasi yoqqan sizga? Kim biladi endi. Taqdir, hayot. Hech urushmagansiz. Yo'q, urushamiz, endi unaqa avjiga chiqib urushib ketmaymiz lekin. Ana, gap talashamiz, u narsa, bu bana qilamiz. 5 minut degan lekin yarashib yana o'sha gaplashib anaqa qilib ketaveramiz. Hech ovsinim bilan ham, xo'jayinim bilan ham urushib talashib sammanga bormaganmiz. Nima birinchi o'rinda turadi siz uchun? Bizga uyimizdagilar sog' bo'lsa, bolalarimiz sog' bo'lsa, asosiy xo'jayinlarimiz sog' omon bo'lsa bo'ldi. Chunki bizni ushab turgan mana shu yashashimiz, hamma narsamiz xo'jayinlarimiz qo'lidami? Ro'zg'or, hamma narsa xo'jayinlarimiz qo'lida. Hamma narsani xo'jayinlarimiz hal qiladi. Biz aytgan narsasini qilib, boradigan joyga boramiz. Biror narsa qilish kerak bo'lsa, o'shani qil deb aytadi, o'shani qilamiz. O'zimizcha lekin biror bir ish qilmaganmiz hali. Biror narsa qilish kerak bo'lsa aytadi. O'zim masalan xo'jayinimdan beruxsat biror bir ish qilmayman. O'shaning uchun birdam tinch, baxtli yashash anaqasi shu birdamlikda deb o'ylayman. Ikkitavsin ham bir-birimiz bilan urushmaymiz, talashmaymiz demayman-ku. O'zinim ham masalan hech bir anaqa qilmaydi. Xo'jayini ham hech anaqa qilmaydi. Bolalarimiz bir-biriga anaqa qiladi, mehribon, urushmaydi, talashmaydi. Aka-uka qanday mehribon bo'lsa, qolgan bolalarimiz ham xuddi shunaqa. Bir-biriga baribir jigarchilik qilib, bir-biriga yon bosadi. Endi birdamlik bo'lsa, tinch, baxtli yashaydi deb o'ylayman.